2025-yil yozida amalga oshishi mumkin bo'lgan 20 ta yirik Premier Liga transferlari. Barselona hujumga kimni xarid qilmoqchi? Marotta Yevropa Chempionlar Ligasi finali haqida. PSJda katta moliyaviy imkoniyatlar bor, lekin biz uddalaymiz. Alonso Ancelotti haqida. Men uning merosini faxr bilan qabul qilaman. Ehtimol Carlo bo'lmaganida men bu yerda bo'lmasdim. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu sizga videolarimizni birinchilar qatorida ko'rish imkonini beradi. Bosdingizmi? Demak, boshladik. Ma'lum bir sabablarga ko'ra ozgina kechga qoldik. Kechirasizlar degan umiddamiz. Bugungi mavzuyimizni Luka bilan xayrlashishsiz boshlasak, nafaqat unga, butun futbol olamiga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi. To'g'rimi? Real Madrid xorvatiyalik sehrgar bilan, ya'ni Luka Modric bilan xayrlashmoqda. 2012-yilda uning kelishi ko'pchilikka shubhali tuyulganda, Tottenhamdan kelgan ozg'in xorvat Madridga nimaga kerak edi? Ammo shubhalanuvchilar qattiq yanglishishgan. Modric nafaqat tarixga kirdi, u Real hamda jahon futbolining buyuklar zalida o'ziga yodgorlik o'rnatdi. Yurala Saeta juda to'g'ri aytgan. Modricga qalam bering, u Mona Lisani oyoqlari bilan chizib beradi. U fenomen, betakror futbolchi. Ikkinchi Modricni bu sport uzoq vaqt ko'rmaydi. Uni Xavi va Iniesta bilan solishtirishgan, yarim himoyaning afsonalari bilan, ammo vaqt o'z so'zini aytdi. Luka ularning har ikkalasidan ham ustun bo'ldi. Uning asosiy ustunligi universal bo'lishida. Xavi pressing ustasi va o'yinni boshqaruvchi, Iniesta nozik paslari bilan afsonaga aylangan. Modric esa ularning eng yaxshi jihatlarini o'zlashtirdi va bularni ajoyib maydon ko'rish qobiliyati bilan boyitdi. Modric o'yinni chuqur anglaydigan ustoz. U qarorlarni chaqqonlik bilan qabul qiladi. Birgina harakati bilan butun o'yinning oqimini o'zgartirib yuboradi. Uning futbolida o'zini ko'rsatish yo'q. Harakati sodda va samarali, lekin shu bilan ham raqibning yarim jamoasini ortda qoldiradi. Buni tezlik bilan emas, balki aql bilan, to'g'ri joy tanlash va to'pni oldinga harakatlantirish orqali amalga oshiradi. 590 ta o'yin, 43 ta gol, 95 ta assist, 28 ta sovrin, 6 ta Chempionlar Ligasi va 1 ta oltin to'p. Mana bu buyuklik, mana bu davr. Hammasi uchun rahmat Luka. Transfer oynasi deyarli ochilish arafasida va bu bilan birga Premier Liga bo'ylab katta ko'chishlar bo'lishi kutilmoqda. Yirik klublar bozorini zabt etish uchun allaqachon tayyorgarlik ko'rmoqda va yulduzli transferlar asta-sekin shakllanmoqda. Kutilgan transferlardan tortib kutilmagan kelishuvlargacha mana sizga bu yozda amalga oshishi mumkin bo'lgan eng hayajonli va qimmat transferlar. Florian Wirtz 125 million yevro. Manchester City Bayer Leverkusenning ijodkor yarim himoyachisi Florian Wirtzni sotib olish poygasidan chiqdi. U Kevin De Bruyne o'rnini bosuvchi asosiy nomzod sifatida ko'rilayotgan edi. Endi Bavariya favorit hisoblanmoqda. Liverpool ham chin dildan qiziqmoqda. Agar u Angliyaga o'tsa, bu yozgi eng qimmat transfer bo'lishi mumkin. Alexander Isak 120 million yevro. Arsenal dastlab Isakka qiziqqan, biroq uni qo'lga kiritish qiyin bo'lishi mumkinligidan cho'chib qolgan. Agar u Newcastledan ketsa, bu yozning eng qiziqarli transferlaridan biri bo'ladi. Liverpool hali ham uni o'z jamoasiga og'dirishi mumkin degan ishonchda. Ularning Wirtz bilan bog'lanishi ularning moliyaviy salohiyati yuqoriligini ko'rsatmoqda. Hugo Ekitike 84 million yevro. Eintracht Frankfurt hujumchisi Hugo Ekitike bilan Liverpool, Arsenal, Manchester United, Chelsea va Newcastle qiziqmoqda. West Ham, Crystal Palace va Everton ham unga mehr qo'ygan. Aksar klublar uni asosiy nishon emas, balki muqobil sifatida ko'rmoqda. Narxi esa juda baland. Benjamin Sheshko 84 million yevro. Arsenal kelasi mavsum uchun markaziy hujumchi sifatida Sheshko yoki Gyökeresni tanlash ustida bosh qotirmoqda. Liverpool ham Sheshkoni kuzatgan, lekin uning baland bahosi xavotir uyg'otmoqda. Biroq hali ham e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Rodrigo 80 million yevro. Real Madrid yulduzi Rodrigo bu narxga qaraganda ancha foydali transferdek tuyuladi. Manchester City, Arsenal va Chelsea norasmiy aloqaga chiqqan. U Bernabeuda kerak emasdek ko'rinmoqda. Agar Xabi Alonso vaziyatni o'zgartirmasa, Liverpool ham unga bolalik chog'idan beri qiziqqan. Rafael Leao 70 million yevro. Chelsea bir necha yildan buyon Leaoni radarida ushlab turibdi. Arsenal ularning jamoasiga mos emasdek degan fikrda. Hozirda Leaoni Milandan ketishga undovchi omillar mavjud.
Viktor Osimhen 69 million yevro. Manchester United Napoli hujumchisi Osimhenni muhokama qilgan, biroq uning maoshi va xarakteri shubha uyg'otgan. U haftasiga 400 ming yevro talab qilmoqda. Chelsea va Juventus ham qiziqqan, biroq Saudiya Arabistoni eng real yo'l bo'lishi mumkin. Nico Williams 50 million yevro. Arsenal Athletic Bilbao Wingeri Williamsni ro'yxatga kiritgan. Barselona poygadan chiqdi. Real Madrid, Liverpool va Chelsea ham qiziqmoqda. Biroq u Bask jamoasiga sodiqligi bilan tanilgan. Biz katta faxr bilan 3 yil ichida ikkinchi bor bu finalda ishtirok etamiz. Bu Interning ish madaniyati, ayniqsa murabbiyimiz mehnatining natijasi. Yil boshida biz nimanidir ulug'vor qilish g'oyasi bilan yo'lga chiqdik. 3 yilda ikkinchi finalga chiqish bu noyob holat. Boshqa musobaqalarni ham mensimaganimiz yo'q. Napolini tabriklayman. Bizga birozgina yetishmadi. Bu achinarli, ammo bu sport. Eslatib o'tmoqchiman. Biz Napoliga qaraganda 19 ta ko'proq o'yin o'tkazdik. Bu deyarli yana bir davra demakdir. Bu juda ko'p energiyani talab qildi. Chempionlar Ligasi shubhasiz eng muhim musobaqa va biz bu yerga Bavariya va Barselona